Assalomu alaykum birodarlar. Mana kataraktaga dorilarimiz keldi. Xudo xolasa bez operatsiya lecheniya qilamiz mana. Buni ata kanapcha deb qo'yadi. O'zbekistondan keladi. O'sha parda qoplagan ko'zga bittani kechqurun solib yotiladi. Ertamanga ponni pardani o'rab ana qilib lecheniyasi 1 oy 2 oy qalin yuqaliga qarab bo'laveradi. Bundan foydalanib shifo topganlar bor inshaalloh. Undan tashqari zreniyaga ham dorilarimiz bor. Chernika degan vitaminimiz bor. Ko'z zreniyasini o'nglaydi xudo xolasa. Bunga multikaratinni qo'shib beramiz. Unimiz tugab qolibdi hozir, danli vrema yo'q. Undan tashqari Koreyadan kelgan hali kompyuterda o'tirganlar, telefon chuqurlab, ko'z zrenalar pasayishni boshlaganlarga yana qo'shimcha bundaqa tomizadigan dorimiz ham bor mana. Koreyadan kelgan ana shu dorimiz mana. Kechqurunda yotarda tomizib yotiladi. Kompyuter, telefondan hozir ko'pchilik foydalanib, ko'zlar borgan sari achishib, yoshirqab, zrena pasayishni boshlaganda tomizadigan dorimiz ekan mana shu koreyskiy. Undan tashqari mana multikaratinni beryapmiz, chernikani beryapmiz. Zrenani yana ham zo'r qilib, achkita hamma qo'ysangiz ham bo'ladi inshaalloh. Undan tashqari mana kataraktaga bez operatsiya xudo xolasa 2 oy 3 oyga surilishi mumkin. Har kuni bittadan kechasi qo'yilib yotiladi. Ertaman o'zi tushadi bu. Tabiiy 100% dorilarimiz xudo xolasa kelarasizlar murojaatga. Telefonimiz 551 03 03 47.